Sabrli klientlar qatoriga kiradilar. Oke, vizitdaman desam, "Yo'q, bo'ldi, oke, kevering, kutib turaman" dedilar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Tergrid qilish kerak edi. Siznikimidi aka? Klientlar. Aka, men bor uzarenni. Assalomu alaykum, videoga omma rozi bo'lasiz. Charchamasizmi, tushunsiz? Qolib ketib qoldim, yo'ldan probka bo'layotibdi. Ha? Akkumulyator uxlayapti. Qani bitta zavod qiling. Hozir ketdi ko'ramiz. Generator cho'tki aka. Akkumulyator. Yangi qo'yish kerak. Ha, akkumulyator ta'sir olgan yaxshi. Hozir o'chirsiz yana shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Kutib qoldingiz. Nomerim. Instagramdan kuzatasizmi? Ha, kuzataman. Joningiz sog' bo'lsin. Akkumulyator etsangiz namodan keyin kelib ham qo'yib yuboramiz. Joningiz sog' bo'lsin, ha bo'ladi. Men o'zim vizitda edim, maktabga tashab qo'ydilar. Vizitdaman desam, "Yo'q, bo'ldi, kutib turaman" dedilar. Kevering dedilar. 1 soatdan shu kutib turdilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasiz. Imkon darajasi tezroq kelib, ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Lekin sabrli klient ekanlar. Shunaqa klientlarimiz bor bo'lsin.